Alo. Alo. Xotining bizani qo'limizda. 80 ming dollar berasan, 100 ming dollar berasan, keyin xotiningni olasan. Yo'qmasa xotining o'ladi. Qara nima deyapti? Xotining bizani qo'limizda. Alo. 100 ming dollar berasan, keyin xotiningni olasan. Yo'qmasa xotining o'ladi. Otajonisi, yaxshi keldingizmi? Seni o'g'irlab ketishdi-yu. Ha, ularga uyimiz kredit, mashinamiz kredit, ham uyimizdagi betovoy texnikalar kredit, ularni to'lash kerak. Qayerdan senga pul topib beradi erim dedim. Qo'y barvarishda tushungan yaxshi odamlar ekan. Oybek aka, men keldim. Kim bu adasi? Alo. Erkak emas ekansiz. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя?